700, üçüncüsü 3 yıldız, dördüncüsü уже 4 yıldız. Hayalde уже 4 yıldızga chiqib qolsa a'zo bo'lishingiz o'zidan. Bularning o'zini pul birligi bor, ya'ni $30. So'mda 360 ming so'm, o'zingiz sekin-sekin olib qo'yasiz. $139, $540 va $1300. $1300 ham biznes yo'q o'zimda olib qarsak, traditsionda. Masalan, men tarmoqdan charchaganimda shuna narsani yig'ishtirdim, Turkiyaga ketdim. $10,000 ga ham bir normal biznes qilolmadik. Chunki mana atir olib, parfum olib jo'natib, Urizorga tarqatamiz. $10,000 ham yetmadi. Xitoy yutqizib qo'ydi Xitoyga. Maniki Turkiya desam ham 100 ming arzoniga Urizorda Xitoy unda turibdi. Shuning uchun kuyish yo'q, risk yo'q. Mana bu paketlar. Hozir 10-gacha aksiya bo'lyapti. Kim 30 ga a'zo bo'lsa, 30 ni produksiyasini oladi, lekin 139 imkoniyatiga o'tiradi. 540 ga kim a'zo bo'lsa, $540 mahsulotini oladi, lekin $1300 biznes imkoniyatiga kiradi. Bu degani nima degani? Bizda sizlarga tushunarli bo'lishi uchun referal, ya'ni shaxsiy taklif, ya'ni siz shaxsiyizdan bizga bonus beriladi. Sразу tushadigan bonusimiz birinchisi 15% da, keyingisi 19% da, 23% da va 25%. Bu degani siz qancha katta paketga a'zo bo'ldingiz, sizni ko'proq imkoniyat. Bu 25% zo'r tarafi, siz komandangizga shaxsiysidan ham ko'proq foizda shaxsiy taklif pulini olasiz. Binar kompaniyada siz shaxsiy taklif qilsangiz bir marta olasiz, to'g'rimi? Lekin bu tip mana bunaqa narsa. Mana masalan siz keldingiz, $1300 paketga a'zo bo'ldingiz. Yoki bo'lmasa 540 ga a'zo bo'ldingiz, aksiyada o'tib qoldingiz 10-gacha. Undan keyin siz foizingiz 25% bo'ldi. Bitta shaxsiy odam chaqirdingiz, uni foizi masalan 23%. Mana shu yerdan siz birinchi gal 25% olasiz. Undan keyingisi bu o'zi chaqirdi, masalan 19%. Mana shundan birinchi gal 23 olyapti. Siz bilan buni razlitsasi nechi? 25 bilan 23 2. Bundan siz 2% olasiz. Endi bu chaqirdi 15%. Bundan bu 19 oladi. Mana bundan buni razlitsasi nechi? 4% olasiz. Lekin o'sha siz mana bu yerda 2 siz, mana bu yerdan babini 2% olasiz. Lekin endi 15 o'zi yana 15 chaqirdi. Bu 15 ni oladi. Mana bu 4 oladi. Mana bu yana 4 oladi. Siz 10. 15 ga 25 ayirsak 10%. Ana endi bo'ldimi? Mana bu 4 dan keyin bizga pul yo'qmi shaxsiy taklifdan? Faqat tovarobortga qarab o'tiramizmi deyishinglar mumkin. Yo'q, bor. Endi statuslar uchun. Statuslari bor. Mana shu yozib qo'yingizlar uchun. 5 yulduz statusida siz $30,000 komanda bilan tovarobort qilsangiz, mana shu bitta rasm bor. 5 yulduzli statusimizda $30,000 tovarobort qilsangiz, ya'ni bir oy emas, bir hafta emas, butun bir qancha bir muddatda qilganingizdan keyin kuymaydi. Eng glubinyazdagi bitta zubnoy cho'tka zubnoy pastasi ham hisobga o'tiradi. Ya'ni uni PVC yo'q, u oldinga oyib qo'ygan, qo'l tovar degan narsa yo'q. Kimdirlarning og'riqli nuqtasi. Biz kompaniyani boyitganligida ko'pdan yo'q, bilmadim. 5 yulduzli siz 5 yulduz bo'lganingizda $30,000 tovarobort qilasiz. Siz $700 bonus beriladi. Endi e'tibor berasiz, siz 25 emas, endi 27 ga chiqdingiz. Bu degani glubinyazdgidan 4 emas, 10 emas, 12 olasiz endi. Mana shu yerda уже plyus ko'payyapti. 6 yulduzimiz bor. 6 yulduzda siz butun komanda tovaroboroti bilan $180,000 tovarobort qilishingiz kerak. Va sizga 2 kishilik sayohat beradi. 180. Tepada 91, anaqasi 90 bo'lishi kerak. O'shaning uchun. Bu yerda 2 kishilik sayohat va sizniki 29% daromad bor. Ana endi eng glubinezga yana bu nima degani? Mana bu ham yana 15 chaqiradi-ku. Bu ham 15 ni oladi, lekin sizga bu yerdan endi 14 chiqadi.
7 yulduz statusimiz bor. 7 yulduzda 1,5 million dollar tovar bo'ladi. Va sizni foizingiz 30%, mashina uchun 20 ming dollar beradi. E'tibor qilasizlar, qaysidir kompaniyada birinchi statusda bo'ladi shu. Keyingi 7 statusdan keyin 1 star va 2 star statuslarimiz bor. Uning uchun siz 3 vetkizdan shaxsiy bo'lishi shart emas, 7 yulduzlar chiqashingiz kerak. Ben nima berdi dedingiz? Hani 20 ming dollar mashina uchun. Beradi. Bundan tashqari, marketingdan tashqari kompaniya tarafidan sayohatlar qo'yiladi. Har 2 oylik tovar oborotingizga qarab, promotionlar ko'p juda ham. Sponsorskiy promotionlar ko'p, ikkinchi kompaniya orqali promotionlar ko'p. Hozir shu narsani aytaman, endi keyingi daromadimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu 2 yulduzdan beriladi. Ya'ni hozir faqat kunlik tushadigan bonuslarni gapirdik-ku. Endi oxirgi kunlik tushadigan bonusimiz. Masalan, siz keldingiz, siz 2 yulduzda bo'lsangiz, agar sizni komandangizdan qayta xarididan sразу 7% agar 2 yulduzda bo'lsangiz. Mana bunda 7% beryapti. Demak, bunda 9% beryapti. Bunda 13% deydi. O'sha u yoqqa yana ko'tariladi, anaqagacha. 22%gacha. Masalan, siz keldingiz, butun komandangiz tovar bo'libdi. Bitta zumrafasidan olyaptimi? Bugun oldim, bugun sразу tushadigan bonus. Oyligimiz bor. Oyiga tushadigan butun komandangizda tovar bor. 0 dan 15 ming dollargacha bo'lsa 3%. 15 ming dollardan 35 minggacha bo'lsa 5% olasiz. Bu degani kakani международный deb beriladi boshqa kompaniyada. Sразу bu beriladi bu tovarlar. Oylik bonusi bor. Butun komandangizda tovar oborotidan. Fikrim bo'lyapti. Butun komandangizda 1 oylik tovar oborotidan 15 ming dollargacha bo'lsa 3% olasiz. 15 mingdan 35 minggacha bo'lsa 5% olasiz. O'sha 13%gacha mana yozib qo'yilgan. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Undan keyin bizda dividend bor. Bu yerda 5, 6, 7 yulduzlar oladi. Butun международный tovar oborotidan 1,5% da va sayohat bilan avtobonusingizga yana 1,5% qo'shib boradi. Mana bu marketingiga sayohat bilan avtobonusdan tashqari yana unaqa sayohat bilan avtobonus ham bor. 1,5% 5 yildan boshlanadi. 5, 6, 7 dan. 5 daymandan. 1,5% dividend. Masalan, 5 yulduzlar, masalan deylik, 50 ta bo'lsa, bir oyda 1 million dollar tovar oborot bo'lsa, shuni 1,5%ni mana shu 50 taga bo'ladi. Shunaqa. Nima savollar bor?